Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomiz BYD haqida bo'ladi. BYD bizni hayron qoldirishda davom etmoqda. O'zini yangilangan BYD Silion 06 modelini taqdim etdi. Bilamiz, bu mashina 2025-yil iyun oyidan ishlab chiqarishni boshladi va ko'p ijtimoiy tarmoqlarda BYD Song yangisi ekan, ishlab chiqarish to'xtatilibdi, BYD Song Plus degan xabarlar bilan uyg'ondik, lekin bu BYD'ni yangi modeli hisoblanadi. O'sha dengiz mavzusidan Silion, ya'ni dengiz mushugi hisoblanadi. Qaysidir elementlari shu dengiz mushugidan ilhomlangan. Shu sababli shu nomni qo'yilgan. Bilamiz, Silion 05 bor, bu 06, 07 ham bor. Ishqilib dengiz mavzusi hisoblanadi. Bugungi videomiz orqali mashinani narxi, tashqi dizayni va ichida qanday o'zgarishlar bo'lganligi haqida bo'ladi. Ekranga yaqinroq o'tiringlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Ketdik. Endi birinchi bo'lim narx haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, bu BYD Silion 06 ning eng full pozitsiyasi shu 605 km masofa bosib o'tadigan muzlatkichlari bilan. Endi buni bozordagi narxi 30.500. Endi savol tug'iladi, BYD Song Plus Smart pozitsiyasining ham narxi xuddi shunaqa-ku, qaysi birini olsamikin degan savol tug'iladi. Buni video davomida aytib o'taman. Farqlarini, o'xshash taraflarini ko'rsatib o'taman. Shunga qarab o'zingizlar xulosa qilasizlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Ketdik. Endi birinchi bo'lib kelinglar, ozgina tashqi dizayn haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, yangilangan Silionni tashqi dizayni juda ham chiroyli qilingan. Ayniqsa bu ikkiga bo'lingan chiroqlari, qaysidir yaqinroq kelsam Porsche'ga ham o'xshab ketadimi, shu Porsche yangilangan versiyalardan ilhomlanganmi deyman. Keyin yana nimasi yoqdi menga, bilasizlarmi? Bu mashinani sal ishirib qo'yilganligi. Mana shu yon taraflariga o'tsanglar, bunaqa qo'shimcha elementlar qo'shgani, mana yon taraflariga qo'shimcha elementlar qo'shgani mashinani ishirib turibdi. Mana shu 2025-yilgi mashinalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ishirib qo'yilganligi qanaqadir odamning ko'ziga yoqimli bo'lyapti. Ayniqsa BYD'larda keng foydalanyapti. Masalan, Han L ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bundan tashqari yana Tang L ham xuddi shunaqa kengaytirib qo'yilgan, ishirib qo'yilgan, odam ko'ziga qanaqadir yoqimliroq bo'lib ko'rinadi. Mana shirin bo'lib, suvli bo'lib ko'rinadi. Endi mana oldi dizayniga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham chiroyli qilingan, yoqimli, zamonaviy bo'lgan. Yon tarafda shu havoni kezuvchi aerodinamikani yaxshilash uchun teshiklar qoldirilgan. Mana bu yoqda radiator panjarasi tepasi plastmassa bilan yopilgan, pasti ochiq. Ko'rib turibsiz, pardasi bor. Hozir pardasi yopiq turibdi. Kerakli havo kamligi bo'layotgan paytda ochiladi, boshqa payt yopiladi. Juda ham yaxshi qilingan. Sekin-astalik bilan yon tarafga o'tadigan bo'lsak, bu yerda birinchi g'ildiraklar ko'zga tashlanadi. Endi g'ildiraklarimiz R19 radiusda, dizayni ham o'zgacha bo'lib turibdi. To'xtatish sistemasi disklik, ikkitalik, oldida ham, orqada ham. Mashina manaqa Xitoyda Sailun degan anaqasidan foydalanyapti. Oldin birinchi shu BYD Songlarni chiqqanda bilan Michelin ballonlar bilan kelgan, endi iloji boricha narxidan kesyapti endi ozgina bo'lsa ham. Ichlari mana plastmassada yopilgan, hamma joylari juda ham yaxshi qilingan, yoqimli. Yana nimani aytib o'tishim kerak? Mashina o'sha 2025-yil BYD'lar hammasi smart tizimda ishlab chiqarilyapti. Bilganimizdek 6 ta Parktronic sensorlari bor. Mashinada umumiy 12 ta kamerasi bor. Bundan tashqari 5 ta millimetrli radarlar bilan ham jihozlangan. Juda ham yaxshi. Chiroqlariga alohida e'tibor beringlar. Pastdan, tepasida kunduzgi yoritish chiroqlari, pastda esa uzoqni va yaqinni yorituvchi chiroqlar joylashgan. Bular adaptiv hisoblanadi. Shu burchaklarga kirganlarda shu taraflari yonadi. Qaysi tarafga qarilayotgan bo'lganinglarda. Sekin-astalik yoniga o'tadigan bo'lsak, mana smart pozitsiyasi bo'lganligi uchun bu yerda kameralar juda ham ko'p. Bu yerda bor, mana yonida bor, pastlarda mana bu yog'ida bor ekan, bu yog'ida bor. Juda ham ko'p ekan kameralar bor. Qoyil. Endi mana bu yoqlarimda ishirilgan, chiroyli. Eshikni mana bo'lar ekan mana. Menga masalan mana shunaqa eshikni yoqadi, ochish sistemasi. Tushunarli-da, hamma ocha oladi. Oldiga kirib qo'lingizni tiqib, yarim avtomatlashgan bir bola emas. Bu an'anaviy eshik tutqichlari. Juda ham yoqimli bo'lgan. Ne qilasiz, ochiladi, yopiladi. Yoqimli. Hop, bu yerda u 2 qavat ekan. Mana juda ham yaxshi. Orqa eshik tutqichlari ham zo'r. Ajoyib qilingan. Mana g'ildiraklari.
Endi menga nimasi yoqdimi? Yon tarafda aerodinamikani yaxshilash uchun qilingan ishlarni qaranglar. Ne qilingan, chiroyli qilingan. Orqa chiroqlari ham o'zgacha bo'lib turibdi, juda ham chiroyli. Videoda unchalik bilinmayapti, lekin real hayotda anaqa suvliligi bilinib turibdi. Shirin qovun bo'ladi, shunday suvlar oqadi, xuddi shunaqa ham bo'lib turibdi. Ko'zga yoqimli bo'lib turibdi. Qanaqadir juda ham chiroyli qilingan. Xo'p, bu yoqda kamerasi bor, tepada. Pastda bor ekan. Juda ham yaxshi qilingan. Bu yoqda o'shani yuqoridan nazar degan belgisi bor. Buni ham kimlardir olib tashlash kerak ekan. Kim juda g'alati xabarlar tarqadi, lekin unaqa emas. Tepasida nima ushlab turadigan narsasi ham juda ham chiroyli qilingan. Juda ham baquvvat. Yon tarafda esa mana quvvatlash, sekin quvvatlash, tez quvvatlash portlari joylashgan. Xo'p, umumiy tashqi dizayn juda chiroyli. Endi mashinani texnik ma'lumotlariga yuzlanadigan bo'lsak, BYD Silion 06 da umumiy 78 kilovatlik litiy temir fosfat o'sha BYDning mashhur Blade batareyalari bilan jihozlangan. Shu 78 kilovatlik bilan 605 kilometr masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan. Endi BYD Song Plusdan farqli taraflama bu mashinaning orqa g'ildiraklari harakatga keltiradi va mashina 241 ta ot kuchi bilan jihozlangan. 0 dan 100 gacha 7,5 sekundda tezlasha oladi va mashinada orqasida 180 kilovatlik elektr dvigatel joylashgan. Endi BYD Song Plus esa bilamiz 160 kilovatlik batareya. Uni oldi g'ildiraklari harakat keltiradi va 215 tami ot kuchi bor. Lekin ikkala mashinaning ham tezlanishi shu 7,5 sekundlar deb aytib o'tilgan va bundan tashqari BYD Song Plusda batareya sal kattaroq edi bunga nisbatan. U yerda 84 kilovatlik bu yerda 78, lekin bu ham 605, u ham 605. Menimcha bu 605 yura olmasa kerak, lekin BYD Song Plus aytganini yuradi. Sal kamaytirib, lekin ko'proq yuradi bunga nisbatan. Endi buni bilmadim, endi orqa g'ildiraklar harakat keltirganligi uchun va aerodinamikasi unga nisbatan sal yaxshiroqligi uchun 605 kilometr masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan. Endi buni yillar davomida test qilingandan keyin bilinadi, qanchalik haqiqatga yaqin, qanchalik uzoqligi. Shunaqa gaplar. Endi orqa yukxonasi haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, mana bu joydan ochiladi. Mana sekin, shovqinsiz ochiladi. 757 litr deb aytib o'tilgan. Mana 2 qavatli, ko'rib turganlaridek bu tepaga ko'tariladi, mana bunaqa joyga keladi. Bunaqa yopiladigan pardasi yo'q tepada. Dyna Audio orqada deyarli bir ochta narsani o'zi yo'q ekan. Hop, bunaqa teshik joylari bor. Bundan tashqari, bu pastda ham chuqur joy bor ekan, qaranglar. Shuncha chuqur joy bor ekan. Bekorga 757 litr emas ekan. BYD Song Plusnikidan kattaroq. Solishtiradigan bo'lganimizda. Bu yana bitta plus taraf. Bundan tashqari, endi Sil oilalaridan boshlandi. BYD Silion 06 ni oldida ham anaqasi bor. 142 litrlik joy bor. Mana Teslalarga o'xshab oldida ham qo'y. Bu chiqib tez qilib ko'radigan joy ekan. Yana tushaman yana. Lekin juda ham chuqur. Oba. Qaranglar 100 deyman-da. Voy, onangning bu chuqurligini qaranglar, 142 litr. Ancha chuqur bo'lar ekan. Oldiga ham bir qop kartochkani solib ketsalar bo'lar ekan. Qo'ymasina. Yorishibdi. Mana shu narsa yetishmayotgandi. Mana bu variyalarni. Voy. Juda ham chuqur. Teslanikidan chuqur. Nimalarni ochib, ya'ni oynani archishga suv qolmasa qayerdan qo'yamiz? Ha? Mana shu ochilar ekan, uni ochish kerak ekan. Ochib suv qo'yilar ekan. Yo'q, mana. Mana dis. Mana. Lekin mana juda ham chuqur ekan. Qarang, ichiga chiqib ko'rdim. Qo'y 142 litr. Mana ozgina nimasidir bor. Mana qaranglar, suv o'tar ekan. Onasini ham nima bo'lsa bo'lsin, mana yerda joyni qaranglar, kattaligini. Yorishibdi lekin. 5 baho. Mana so'ngdan ustun tarafi. Narx bir xil, lekin bu qo'shimcha qulaylikda baribir.
qoyil. Endi salonni ichidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz bir chekkadan. Ketdik. Endi mashinaning ichki dizayni haqida gap ketganda, birinchi bo'lib mana eshikdan boshlaymiz. O'zi mashinaning umumiy 5 xil rangi bor. Mana oqi, qolgan ranglarni ham qo'yib ketaman. Narda grey, shunga o'xshagan ranglar ham bor. Salonning ichi 2 xil. Bu qop-qorasi bu. Qop-qorasi ham chiroyli, lekin sal zerikarliroq. Menga nimasi yoqdi? Birinchi bo'lib mana bu pastigacha yopilgani. Qaranglar mana. Hop, shimlarimiz yomon bo'lmaydi. Hop, Dynadio 12 ta galonkasi bor, juda ham yaxshi ovoz chiqaradi. Pastlari plasmassa ekan, yopib olamiz, shilinib ketadi. Yukxonani ochish betda ham bor ekan mana. Hop, bu yerlarda qanaqadir jinsiy material, bu yoqlarda eko koja, aytdim 2 qavatli oyna. Hop, bular ham qalingina, chiroyli. Hop, bu yoqda nima kutyapti bizni? O'rindiqlar. O'rindiqlari isiydi, soviydi. Shu elektron tarzda boshqariladi. Yon tarafdagisi ham shunaqa. Oldi yukxonani ochib bu yerdan. Hop. Endi mashinaga chiqib tushishi qanchalik yaxshiligini ko'ramiz. Bilan BYD so'ng bunga nisbatan balandroq, buni klirensi sal pastroq, aytib o'tishim kerak. Mashina so'ngga nisbatan uzunroq, 3,5 sm. Hop, eniga 3 sm, balandligi 5 mm ga balandroq. G'ildirak bazasi ham uzunroq, 5,5 sm ga uzunroq. Har tomonlama yaxshiroq ekan, BYD so'ngdan. Endi qaranglar, chiqib tushish. Hop, yo bismillah. Voy, chiqib tushish bemalol. Bemalol o'tirib chiqib tushasizlar. Juda ham oson. Hop, yana plyus taraflardan nima? Hop, menga nimasi yoqdi? O'rindig'i yoqdi. O'rindig'iga o'tirganlarda bilasizlar, sifat ancha yaxshiligini, yumshoqligini. Mana bitta deb bildim. Shu o'tirib turib, o'tirganingizda bilinar ekan. Qaranglar, juda ham zo'r, juda ham yaxshi, sifatli charmdan foydalanganligi bilinib turibdi. O'tirganlarda mana shu ikkita yumshoq joyiga anaqalar tayyorganda orqadagi ikkita narsa. Yumshoqligi bilinib turibdi, bor. Juda ham mazza. Sifatliligiga gap yo'q. Xo'p, yana nimasi yoqdi bilasizlarmi? Ichiga o'tirganimda, buni o'lgur narsani bor, sal sizga qiyshaytiribroq qilib qo'ygani boshqarishga qulayda, bori. Bunda qo'lingizni qo'yib, Mercedes-larga o'xshab boshqarishga juda ham qulay. Mana ozgina, kichkina narsa-yu, lekin tikka turgandan mana shu narsani boshqarish osonroqda. Keyin yon oynalarni boshqarish, eshiklarni yopish, hamma qulflab qo'yish sistemalarini jismoniy tugmachalar qilib qo'yganligi juda ham zo'r bo'libdi. Juda yoqdi. O'sha mana Face ID charchashni oldini olib turadigan, bilib turadigan narsa. Men Dynadio dedim 12 ta. Xo'p, tepada nima bor? Tepada u HUD'si bor bizda. Yo'l belgilari, bundan tashqari navigatsiya sistemasini ko'rsatib turadi, juda ham zo'r. Hop, bu yerda ham kolonkasi bor ekan. Bu yerda eko charmdan foydalangan, mana havo oqimini boshqarish jismoniy tarzda. Bu yerda haydovchi uchun ekran. Hop, deyarli kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bizga yoqimli bo'lgan narsalar bor hammasi. Menga nimasi yoqdi? Ana detalni yondoshilganligi, qaranglar, chiroqda tormoz rangi bosilib turgandek, ana qaranglar, yonib turibdi. Mayda narsa, lekin juda ham yoqimli. Xo'p, endi uni rul tizimiga keladigan bo'lsak, bu isiydi, info faysasi bo'lganligi uchun yana jismoniy tugmachalar qo'yib qo'ygani. Mana 360 kamera, yana maygadir nimadir qo'ysanglar bo'ladi. Ish qilib boshqarsa bo'ladi. Ovozlar ham yaxshi. Xo'p, oynaning arti tizimi bu yoqda, uzatmalar qutisi bu yoqda. Rul tizimi juda ham yoqimli. Joy keng. Menga yoqdi. Xo'p, bu markaziy multimedia sistemasi aylanishi yo'q bo'lib qolgan, hozir mana. Hozir bunday ekran bunday bo'lib qolmaydi endi bularda. Adashmasam. Xo'p, nimasi yoqdi? Menga juda ham yoqdi. Bu operatsion tizimlari ham hozir juda ham yaxshilanib ketgan. Bir pastda sizlarga ruscha qilib beradi, hamma narsa qilib beradi. Ani AI tizimini o'rnatib beradi. Mana tepadan tushsanglar issiq tugmachalar joylashgan. Pastdan havo oqimini boshqarish har doim qimillamay turadi. Bu juda ham yaxshi. O'sha bunaqa havo kuchaytirsanglar bo'ladi, bunaqa qilib oqimini kuchaytirsanglar bo'ladi. Xullas, o'sha zamonaviy, hamma tushunarli bo'lgan operatsion tizim mana. Bunday qilib boshqarsanglar bo'ladi, mana. Xo'p, bunday qilsanglar, ichini boshqarsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda ham bunaqa issiq tugmalari bor. Juda ham yaxshi. Xo'p, pastga tushadigan bo'lsa, havo oqimini boshqarish jismoniy tarzda o'sha an'anaviylashgan. Bu yoqda 50 wattlik tez quvvatlash porti bor, sovutish tizimi bilan. Xo'p, pastda mod bor. Bu orqa tortganligi uchun bu yerda mana qishda sirg'anmasligi uchun
Snowfield degani ham bor ekan, ko'rdinglarmi? Mana bunday o'tkazamiz. Normal, Sport, Snowfield, Eco bor. Ambient yoritish tizimlari bor bu yoqda qanaqadir. Xo'p, mana voy, uzr so'rash tugmasini ovozini qaranglar. Bu yoqda joylashgan avtoparkovka bor, yoqib o'chirish. Mana isitib sovutadigan, ovozni ko'tarib tushirish. Xo'p. O'chirib qo'yamiz. Xo'p, BYD so'ngda nima yo'q? Xolodilnik yo'q mana. Bu yerda mana yoqib qo'ydim. Voy, -6. Ancha sovibdi bor-ku. Ayniqsa bizning hozir kunlarimiz isib ketayotgan paytda juda ham yaxshi qilingan. Yumshoqqina charmdan foydalaning. Endi bu yoqqa narsa solib yuradiganlar endi pastga solish kerak bo'ladi. Mana pastda joy bor, ko'rib turganinglardek. Chuqurgina joy bor ekan mana shu yerda. Mana shu yerga qo'yasizlar endi narsalarni. Xo'p, bu yerda nima bor? Bu yerda pastroqda shu tez quvvatlash portlari joylashgan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana USB Type C, Type E emas ekan. Bu yerda nimadir, qanaqadir narsa fleshga qo'yib, ana zavod tomonidan qo'yilgan kamerasi bor buni. Yo'lda nima bo'layotganlar yozib ketadi. Shunaqa narsalar bor. Qo'yib olib yo'lda nima bo'layotgan, qanaqa kim nimaga tushdi ish taraflarini yozsanglar bo'ladi mana. Xo'p, bu yoqda bu bor. Xo'p, bizda BYD so'ngda ochiladi-yu, bizda ochilmaydi. Bizda pardali ochilmaydigan panoramasi bor. Ochilmaydi. BYD so'ngda juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Shu farqi BYD so'ngdan. Xo'p, juda ham yaxshi qilingan. O'tirdim. Bu anaqa, bu quyosh nurini ichiga yutib oladi. Antibiligi bor buni. Qimmat oxirgi versiyasi bo'lganligi uchun. Xo'p, endi orqaga o'tamiz. Orqada bizni nima kutyapti? Voy, bu eshigini kattaligini qaranglar birinchidan. Bu degani katta odamlar ham bemalol sig'adi degani bu yerda. Xo'sh, bitta ham Dynaudio 12 ta dedim. Bu ovoz chiqarishi deyarli yaxshilangan. Xo'p, mana bu narsalar qo'yib qo'yibdi qaranglar. Bunday rezinkasi kelganda sanday qiyshaygan, yurganda nimadir bo'lganda hamma narsalar bu yerda qoladi, ichiga o'tib ketmaydi. Chunki u yoqqa qo'shilgan ekanda bu. Xo'p, ichiga o'tirdim. Endi buni g'ildirak bazasi BYD so'ngga nisbatan kengroqligi bilinib turibdi. O'zi BYD so'ngning orqasiga o'tirsanglar ham o'zi yetarlicha joy bor edi. Endi bunda oshiqcha joy bo'libdi. Mana ko'rib turganinglardek bemalol endi bu yoqqa. Bosh tepasida ham joy bor. Bu yoqqa surilmaydimi ish qilib, odam qo'rqitib. Qo'lni qo'yish uchun joy yo'q. Bor, xo'p. O'rindiqlar yaxshi. Endi 3 kishi sal yelkalari sig'may qolishi mumkin 3 kishi o'tirganda. 2 kishi bemalol ketadi orqada. Qo'lni qo'yib, suv, kofe ichib. Xo'p, orqa yo'lovchilar uchun havo oqimini bu yerdan boshqarsa bo'lar ekan va mana USB Type C, Type E quvvatlash portlari bor ekan. Orqada yo'lovchilar uchun nimalar solib qo'ysa bo'ladi. Xo'p. Mana bu yerda ham shu qaranglar, ovoz chiqaradigan kolonkalari ham bor. Bu yerda kiyinadigan joylari ham bor ekan. Xo'p. Endi test drive qilamiz. Hayron qoldirishda davom etmoqda. Qani endi yurishini ko'ramiz. Albatta yurishi yaxshiroq bo'lishi kerak so'ngga nisbatan. Chunki buni g'ildirak bazasi uzunroq. Elektr motorini kuchi ko'proq. BYD so'ngda bosganlarda chi qoradi. Bunda endi unaqa qorish kerak bo'ladimi? Bilmadim. Haydab ko'rib bilamiz. Ketdik. Xo'p, mashinaning ichiga ham o'tirib oldim. Head-up display. Xo'p, oynaklari ko'rinishi juda ham yaxshi. Orqadagi bo'layotgan hamma narsani ko'rib keta olaman. Ya'ni o'lik zonalarni ko'rsatib turadigan funksiyalari ham bor. Bundan tashqari, xo'p, rul tizimi ham qulay tarzda joylashgan va oldi uzun bo'lishiga qaramasdan, lekin o'tirib oldim, unchalik uzunligi bilinmayapti. Bundan tashqari, bu ultra tovushli sensorlari bor. Mana bunaqa juda yaxshi formatdagi kameralar bilan jihozlangan. Bu mashinani yo'lda haydab ketish muammo tug'dirmasligi kerak. Endi kamarlarni taqib olamiz. Endi yurishini solishtirib ko'rishimiz kerak BYD so'ng +2 bilan. Endi yaxshilangan bo'lishi kerak endi har tomonlama. Xo'p. Dga qo'yamiz. Qani?
Bismillahirrohmanirrohim ketdik. Xo'p, biz hozir qaysi to'xtab turinglar. Hop, eko biz normalda yurib ko'raylik, normalda. Eshiklarimiz yopildi. Xo'p, mashina ichiga o'tirdim. Juda ham yaxshi. Nimani aytib o'tishim kerak? Shovqin tizimi ancha yaxshilanganini bilinib turibdi, to'g'risi. Sezilarli darajada yaxshilangan. Endi mana yo'lda, endi shahar yo'llarida yuribmiz. Yana nimasi yoqdi bu mashinadachi? Juda yaxshi burilish radiusi juda ham yaxshi ekan. Hozir tirband ko'chalarda ayniqsa burilish qiyin bo'lyapti, to'g'rimi? Shunaqa paytlarda juda ham osonda endi buni burib olish. BYD Silion 05 haydaganimda shu narsaga e'tibor berdim. Bunda ham o'sha narsa takrorlanibdi. Ya'niki burilib olish radiusi kichkinaligi. Bu juda ham qulay degani. Maza qilib haydaysizlar degani. Juda ham kerakli, masalan, burilayotganinglarda juda ham kerak bo'ladi bu narsa. Yani ko'pchilik uchun unchalik bilmasligi mumkin, lekin yillar davomida haydaganinglarda bu oshiqchalik qilishi mumkin-da. Mana radar tizimi va odamlar ketayotganligini ko'rsatyapti. Xo'sh. Voy, tezlashlari ham ancha yaxshi. Bunichi aerodinamikasi yaxshilanganligi bilinib turibdi. Keyin mashinaning orqa g'ildiraklari harakatga keltirilayotgani ham sezilib turibdi, chunki anaqa chiyillash ovozlari yo'q tezlashganda. Bundan tashqari endi buni ko'raylikchi. Bu hozir normal rejimdamiz va sun'iy bo'rttirishlardan o'tib ko'ryapman. Yo'lda o'zini tutishi BYD Song Plus'ga nisbatan sal yaxshiroqligi bilinib turibdi. Endi bunda quruq joylarda, endi bilamiz baribir qorli joylarda buni orqa anaqasi sal orqa g'ildiraklari harakatga keltirganligi uchun sal muammo bo'lishi mumkin, sirapanchiq paytlarda endi. Oldi tortadigan mashinada ham bunaqa qanaqadir qiyinchiliklar bo'ladi-yu. Endi aytyapman, yaxshi. Men sun'iy bo'rttirishlardan o'tyapman. Tishga urish yo'q, belga urish yo'q. Xo'p, mana qaranglar, anaqani ko'rsatyapti. Nima edi? Mana yo'lni kesib o'tadigan peshoxodlar bor, o'shlarni ham o'qiyapti. Keyin buni adaptiv cruise control tizimlari, o'sha smart bor, bilamiz. Chiziqlar yaxshi emasligi uchun usholmayapti, lekin bunaqa tizimlar bilan jihozlangan. Buni BYD Handa katta yo'llarga olib chiqib haydaganman. O'sha BYD Handa ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni kichik halqa yo'llarda haydaganman, o'sha ulab ko'rganman. O'sha yerda bilsak bo'ladi. Endi hozir buni sport rejimiga qo'yib ko'ramiz. Snowfield Sport, mana sportga o'tdi. Voy, ancha yaxshilanganligi bilinib turibdi. Qo'shimchasiga orqa g'ildiraklar harakatga keltiryapti-yu. Shu sababli ham bor kuchni g'ildiraklarga beryapti va sirg'anish yo'q, chiy qilish yo'q. Juda ham yaxshilangan. Bundan tashqari kameralarning soni ko'payganligi va haydash yanada xavfsizroq, qulayroq bo'lganligi yoqimli. Juda. Mana tinch. Yana bosib ko'ramiz. Sport. Qani to'xtaychi. To'xtashlari ham emas. To'xtash tizimi ozgina yetishmayotganga o'xshayapti. Endi bilamiz baribir elektromobillar og'ir bo'ladi. To'xtatish tizimi sal yetishmaydi baribir. Lekin menga burilish radiusi juda ham yoqdi. Juda ham yoqdi mana. Qayrilib oldim, qaranglar, qayrilib o'rtaga o'tib oldim. Bu ko'p mashinalarda bunaqa emas. Voy, mazza ekan. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Yaxshi tarafga o'zgaryapti. Menga BYD'da nimasi yoqadi bilasizlarmi? Bu kompaniya shu o'zining mijozlarini fikrini eshita oladi bor. Shunisi bilan juda ham hurmat qilaman. Shu oldingi mashinalardagi kamchiliklarini ustida ishlab, keyingi yangi chiqarayotgan mashinalarda shuni qaytarmaslikka harakat qiladi. Shu sababli ham juda ham ommalashib ketdi bu mashinalar.
bilamiz 2025-yildan boshlab Tesla'ni qoldirib yuborgan sotilish jihati bo'yicha. Bilinib turibdi-da, masalan, juda ham qulay qilinganligi, bundan tashqari o'sha kerakli narsalar bilan jihozlanganligi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, BYD Song Plus bilan bu mashinaning narxi deyarli bir xil, lekin bu mashinada ishlatilgan jihozlar BYD Song Plusda yo'q. Shu xolodilnik, head-up display, yani orqa g'ildiraklarni harakatga keltirishi, ya'ni elektro motorini kuchi ko'pligi, ot sonini ko'pligi, yo'lda yurishlarini sal yaxshiroqligi, avtoparkovka undan ham bor, bundan ham bor. Endi Dyna Audio tashqi zamonaviy tashqi ko'rinish, o'rindiqlarning sifati sal yaxshiroqligi, g'ildirak bazasini kattaroqligi, oldida yukxonasi borligi. Endi shu pulga endi bunaqa ko'p imkoniyatlar berilayotgan bo'lganda, albatta bu mashinani tanlagan bo'lardim. Endi menimcha sizlar ham shunaqa qarorga kelasizlar. Endi sekin-sekin shu mashinaga o'tiladi ham deb o'yladim. Balki endi BYD Song yangisi avlod ishlab chiqarilar. Bilmadim. Endi xulosa qilish o'zingizdan. Agar menga qolsa, shuni olgan bo'lardim. Xayr, salomat bo'linglar. Albatta kanalimga like bosib, obuna bo'lib, izohlarda fikringizni kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.